Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik akalarimiz 9 ot kuchli zararkali motobuklarimizdan so'rab turuvdi. Endilikda Agroservis do'konida 9 ot kuchli zararkali motobugimizni yangi partiyasi kirib keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumotini berib ketaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerim bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, birinchi yoqurtini tanishlaman. Yoqurtni aytib o'tdim. Sararka ular 3 litrlik rus choyi zavodni orqali bo'ladi akalar. O'zi esa mastin filtr bo'ladi. Oldiga ikkitadan, orqaga bitta skollar mavjud. O'chirib yoqish bitta bezopasniy knopka orqali bo'ladi. Qo'yingizdan chiqib ketsa, o'zi avtomatik o'chib qoladi. Gaz bersangiz o'zi оборот kattalashaveradi akalar. Orqasida qishloq xo'jaligi vombo. Qishloq xo'jaligiga bemalol suv nasos karchabalar xatlarimiz rutin kasetkani suvlash mumkin bo'ladi. Korobkalar juda ham katta, baquvvat korobkalardan qilib ishlangan. Motorlar ham juda ham pishiq va tez qizib ketmaydi. Motorlardan qo'yib ishlangan. Ballonlarga bitta xayraslarga ballonlar yumshoq ballonlardan qo'yib ishlangan. O'zini komplektda chiqqan narsasi 7-9 ot kuchli motorimiz, 4 qatordan 8 qator bo'lgan frezalari hamda o'zida mana shunaqa tormozlar bo'ladi. Orqasiga biz hozir plyuglar qo'yamiz. Plyugimiz xohlasalang o'ng tomonga, xohlasalang chap tomonga qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Pulgimiz o'zi attin sotuvda bor, bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu 9 ot kuchli motorimiz narxlar hozir har qaytilmoqda. Kelganlar do'stlar bilan gaplashib, og'zma tushirib ham berishimiz mumkin hamda bonuslar bilan olib ketasiz. Videoni shu joygacha ko'rib videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariya kirib, omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlarda ozmos kamini ham qilib beramiz hamda bonuslarni ham qilib beramiz. Bonuslarga xo'p, do'konimiz ichida omadli baraban bor. Barabanni aylantirasizlar. Barabanni o'ngami, chapgami aylantirishdan farqi yo'q. Bemalol qasdonga aylantirasizlar. Tushgan sohaslarga mutlaq ekan, bir so'm pulsiz berib yuboriladi. Bitta aylantirish imkoniyati beriladi sizlarga. Xo'p, shu joyda ko'rib turganingiz dred pishalkalarimiz, kulishnavi, shu bo'yindan bo'llar. Mana shunday barkarkalarimizni shundan qat'iy nazar siz mutlaqo tekinga olib ketasiz. Manzilni so'rab akamiz uchun manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. O'pdan ba'zan birinchi klass qo'ldan har qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hayır, joylar sog' bo'lsin. Bundan keyingi videoda ko'rishguncha.